Davom eting. Shoh va buyuk knyaz. Yozdim. Vergul. Sekretarimiz qayoqqa gumdon bo'ldi ekan? Xo'sh, nima to'polon o'rtoqlar? Sizdan so'rayapman azizlar, nima shovqin? Shoh binosi eshigini qaysi kallavaram sindirishga jur'at etdi? Uni sizga sindirish uchun qurib qo'yganmidi? Davom eting, Hazrat oliylari. Ta'zim bajo ayladi, nuqta, virgul. Sizlardan bergan savolimga javob kutaman. Shoh shu yerda, shoh shu yerda, shoh shu yerda, shoh shu yerda, shoh shu yerda. Shoh shu yerda! O'tir! Shoh shu yerda bo'lmay qayerda bo'lardi? U hamisha o'z joyida. Shahanshoh, davlat panoh bir qoshiq qonimdan kech. Iblislar seni ham qochib ketishgandi. Ularni tutmoqchi bo'lib rosa quvladik. Hap etib qo'lga tushdi deganimizda g'oyib bo'lishdi. Iblislar bor edi, biz inkor qilmaymiz. Lekin ular o'z-o'zidan yo'qoldi. Menga qara, bu bema'ni vasvasani bas qilinglar. Sen kimsan? Safar. Elchi farmoshi bo'yicha mirza. Yaxshi Fedya, sen qol. Iltimos, boshqalar shoh kabinetini bo'shatib qo'yishsin. Qisqasi dab bo'linglar. To'q qiluvlarga. Yo'q!